Yo bolalar, qalaysizlar, yaxshimisizlar do'stlar? Sizlar bilan bugungi roligimizda biz top 5 ta offline ajoyib bo'lgan qiziqarli o'yinlarni ko'rib chiqamiz. Komedik o'yinga nima deysiz? Albatta sizga yoqishi mumkin bo'lgan bu o'yinni treylerini siz bilan birgalikda ko'ramiz. Ikkinchi o'rinni Vector Unit tomonidan ishlab chiqarilgan Beach Boogie Blitz o'yinini o'ynab ko'rganmisiz? Unda ushbu o'yinni o'ynab ko'rishingizni tavsiya etaman. Ushbu o'yinda Beach Boogie Rackingning boshqachasi, ya'ni bunda zonalar, mashinalar, har xil hamma narsasi o'zgargan, faqat o'yinning nomi Beach Boogie Blitz. Xo'sh, bu o'yinni treylerini birga ko'ramiz. Ikkinchi o'rinni shunga berdim. Siz jumboqli o'yinlarga qiziqasizmi? Unda siz bu o'yinni o'ynab ko'rishingiz kerak. Albatta fantaziya ideyaga boy o'yin bo'lib, bu o'yinni sizlarga tavsiya qilaman. O'yinda har xil mashqlar, jumboqli narsalar bor. Ularni birga yechimini topamiz va albatta o'yinni oxirigacha yetkazib qo'yamiz. O'yin sal hardcore bo'ladi. Endi bu o'ynashingizga bog'liq. Agar o'yin sizga yoqsa, bemalol Play Marketdan yuklab olishingiz mumkin. O'yin nomini oxirida ko'rsatib qo'yaman. Agar siz tarixga, urush, shunaqa va actionga boy o'yinlarga qiziqsangiz, albatta sizga bu o'yinni tavsiya etaman. Bu o'yinda har xil urush, jangari va voqea, tankga minish, xohlagan narsangizni qilishingiz mumkin. O'yin offline va 597 megabaytni tashkil etadi. Bu o'yin hamma telefonlarga mos tushadi, qotmaydi. Muhimi bu o'yin offline. Siz ochiq makonda mashina haydashga qiziqasizmi? Unda sizga mana shu o'yinni taklif etaman. Bu o'yinni albatta 5-o'rin offline mobil o'yinlarga qo'shdim. Demak do'stlar, bizning YouTube kanalimiz 2x Game ga obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi videolargacha xayr.